Yurtimizda tabiiy resurslardan noqonuniy foydalanish holatlariga qarshi kurash borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Navoiy viloyatida tarkibida oltin mavjud bo'lgan rudalarni noqonuniy qazib olish holatlari aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda davlat zaxirasidagi yerlarda tarkibida oltin bo'lgan rudalarni qazib olib, kimyoviy qayta ishlov berish bilan shug'ullangan bir guruh shaxslarning harakatlari fosh etildi. Aniqlanishicha, ularga Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro boshchilik qilgan bo'lib, u Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi parrandachilikka ixtisoslashgan xo'jalik binosini ijaraga olib, yashirin sex tashkil etgan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida 200 kilogramm yarim tayyor oltin, 200 dona qoplar ichida oltin moddasi bo'lgan qum va toshlar, 300 kilogramm kimyoviy vositalar, 1 dona maxsus laboratoriya jihozi, 8 dona gaz balon, 1 dona maxsus tegirmon va boshqa asbob-uskunalar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, davlat manfaatlariga va ekologiyaga yetkazilgan zarar taxminan 7 milliard so'mdan ortiqni tashkil etadi. Holat yuzasidan 1988-yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 196 prim 2-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Navbahor tumanida ham xuddi shunday holat aniqlandi. Tog'kon sanoatiga ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari soxta ruxsatnoma asosida Sarmishsoy davlat muzey qo'riqxonasi arxeologiya yodgorligi hududidagi 8 gektar maydonda 19 nafar fuqaroni jalb qilgan holda oltin qazib olish bilan shug'ullangan. Tezkor tadbir davomida 6 kilogramm yarim tayyor oltin, 430 tonnadan ortiq tarkibida oltin moddasi bo'lgan rudalar, 1,4 kilogramm kimyoviy vositalar, 4 ta yuk avtomobillari, 4 ta yuklovchi traktor hamda tegishli asbob-uskunalar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, qonunbuzarlar tomonidan 6,1 milliard so'mlik qazilma boyliklari talon-taroj qilingan. Hozirda holat yuzasidan laboratoriya tahlillari tayinlanib, ekologiya va atrof muhitga yetkazilgan zarar miqdori hisoblanmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi. Ijodiy jamoamiz bilan birgalikda ayni daqiqalarga qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Oldinda sizlarni axborot dasturining o'zbek va rus tillaridagi asosiy efir soatlari kutmoqda. O'zbekiston 24 telekanalini kuzatib boring, voqealarni biz bilan birga tahlil qiling. Salomat bo'ling.